tibbiyotda tranzitor ishemik ataka degan tushuncha bor. Ya'ni bir kunda oyoq qo'l falaj bo'lib yoki bir kunda nutq buzilib 24 soat ichida o'tib ketadi. Biz buni tranzitor ishemik ataka deymiz. Bu bemorda shuna holat bo'lgan. Hozir baribir ravon gapiryapsiz. 70-80% tiklangan. Nutqingiz tiklangan. Ozgina o'zingizcha shu talaffuz qilishda qiynalaman deyapsizlar. Demak, men ko'p bora aytardim, umuman olganda insult belgilari, bo'yin qon tomirlari trombozi tufayli bo'ladi. Asosan, agar u kichik tomirlarda tromboz kuzatilsa, o'sha kunni, o'sha soatni o'zidayoq davolash muolajalarini boshlasa, bemorda nutq ham, undagi falajlik belgilari ham 24 soat ichida o'tib ketadi. Men hozir fursatdan foydalanib yana bir marta bitta masalani ko'tarmoqchi edim. 5 yil oldin ko'targan masalamiz, ya'ni ishemik insult bo'lgan bemorlarga tez tibbiy yordam markazlarida o'sha alteplaza deymiz, trombolitik dorini qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Buni bitta mana qo'shni davlatimiz Qozog'iston yo'lga qo'ygan. Albatta buni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shunda 24 kunlab insult bemorlarini davolab yurmaymiz. Bemorlar tezda tuzalib ketadi va insult bilan bog'liq invalidlik ham, nogironlik ham bizda bo'lmaydi. Siz qani menga qarangchi tekin. Yo'q. Tashqarida yomg'ir yog'moqda dengchi. Tashqarida yomg'ir yog'moqda. Qishda qor yog'adi. Qishda qor yog'adi. Bahorda o'riklar gullaydi. Bahorda o'riklar gullaydi. Mana ko'rib turganingizdek, bemorning nutqi to'la tiklangan. Lekin baribir ko'ngli to'q emas, hali yana ozgina tiklansa deb turibdilar. Endi mana kuchlari qattiq torting o'zingizga. Mahkam. Torting. Mana 5 ball, soppa-sop 5 ball. Endi cho'zasida qotirib turasiz. Mana 5 ball. 5 ball. Juda yaxshi. Patologik reflekslar ham yo'q. Endi xalq tilida mikroinsult deydi. Bizlar bunaqa holatni tranzitor ishemik ataka deymiz. Bu yoqqa qarab turasizlar, oyoqni bir joyga qo'yib, mana shu uglga qarab turing. Bundoq turing. Bo'ldi. Ikkala qo'lni cho'zing. Barmoqlarni yozing mana shunday. Barmoqning uchi bilan burningizni uchiga tegizing. Narigisi bilan. Mana ya'ni Romberg sinamasida bemor chayqalib ham ketayotgani yo'q. O'tiring. To'g'risini aytish kerak, bemorda tiklanish to'la. Miyadagi o'choqlar ham kichik o'choqlar bor. Endi bular tiklanib ketadi.